O'zbekiston bolalarga innovatsion o'suvchi endoprotezlar o'rnatayotgan davlatlar qatoridan o'rin egalladi. Bu kabi tibbiy uskunalar avval faqat Yevropada ishlab chiqarilgani va chetga eksport qilinmagani mutaxassislar tomonidan ma'lum qilindi. Rossiya Federatsiyasining Samara tibbiyot universiteti tomonidan ishlab chiqilgan endoprotezlar hududdagi jarrohlik amaliyotlarini muvaffaqiyatli yakunlanganidan keyin yurtimizga olib kelindi. O'zbekiston Respublikasi Bolalar onkologiyasi, gematologiyasi va immunologiyasi milliy tibbiyot markazi direktori Jamila Po'latova ishtirokidagi ikkita jarrohlik amaliyoti ham muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Endoprotezlar xususiyati, foyda va afzalliklari haqida Go'zal Shodiyeva surishtiruv o'tkazdi. Rossiya davlati hududidan tashqarida ilk bor O'zbekiston innovatsion o'suvchi endoprotezlarni o'rnatishni boshladi. Mazkur endoprotezlar Samara tibbiyot universiteti tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, avvallari faqat Yevropada bo'lardi. Bu qo'yilgan endoprotezni asosiy farqi, qo'yilgan endoprotezda maxsus magnit uskunasi orqali uzaytiriladi. Ya'ni qo'shimcha jarrohlik amaliyoti endoprotez o'rnatilgandan keyin talab etilmaydi. Bir necha oy avval davolanish umidida murojaat qilgan bolajonlarga ular bilan birga o'sadigan endoprotezlar o'rnatilgandi. Eng muhimi, ushbu jarayonlarning barchasi mutlaqo og'riqsiz tarzda amalga oshirilgan. Endoprotez o'zi Rossiya Federatsiyasidan keladi, Samara universitetida yasalgan. 2025-yil aprel oyidan boshlab shu magnit endoprotezlarni o'rnatishni boshladik. Hozirda bir nechta bemorlarga bu protezlar o'rnatiladi. Bemorlarga tashxis qo'yilgandan keyin bolalarda masalan birinchi bosqichda ular neoadjuvant kimyoterapiya qabul qilishadi. O'smaning qay darajada kichkinalashganligiga qarab keyingi bosqichda bu jarrohlik amaliyoti o'tkaziladi. Har bir bemor holatidan kelib chiqib magnit mexanizmli maxsus endoprotezlar tayyorlanadi. Ushbu endoprotezlar takroriy jarrohlik aralashuvlarining oldini oladi. Avvallari har bir uzaytirish jarayoni uchun narkoz, anesteziolog yondashuvi hamda bemorning shifoxonada yotishi talab etilardi. Bu endoprotezda bolalarda hech qanaqa imkoniyatlar cheklanmaydi. Bolani yoshiga qarab protez ham o'stirib turiladi. Kattalarga magnit endoprotez qo'yilmaydi, chunki o'sish yoshi 21-22 yoshgacha hisoblanadi. Hozircha faqat poytaxtda, ya'ni bizning markazimizda bu magnitni endoprotez qo'yilish amalga oshirilmoqda. Bu amaliyotlar barchasi tekin davlat tomonidan olib beriladi. Endoprotez o'zi ham, o'rnatish jarayonlari ham hammasi bepul. Shuningdek, endoprotezlarning boshqa turini o'rnatgan va bugungi kunda erkin hamda og'riqsiz harakatlanayotgan hamyurtlarimiz ham bor. Birinchi o'sha 2020-yili sentyabr oylarida edi. O'sha oyog'imda ozgina shish paydo bo'lib, og'riqlar boshlangandan keyin shu Sanjar akani oldiga kelgandim. Tashxis qo'ygandan keyin 2021-yili 31-mart kuni o'sha endoprotez qo'yilgan. O'sha operatsiyadan chiqqanidan so'ng 2 haftalardan so'ng reabilitatsiya markaziga borgandim. U yerlarda o'sha berilgan mashqlarni bajarib, 1-2 oy uzog'i ichida yurishni boshlagandim. Ilgari bunday o'suvchi endoprotezlar dunyo bo'yicha atigi ikkita mamlakatda, Buyuk Britaniya va Germaniyada ishlab chiqarilgan. Endilikda esa O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi olib borilayotgan hamkorlik natijasi ko'plab murg'ak qalblarga qayta harakatlanish imkonini beryapti. Ana oldinlari bundan 4-5 yil oldin onkologik kasallik bilan kasallangan bolalarni 17%gacha sog'aygan bo'lsa, hozirgi kunga kelib bu ko'rsatkich 35% ga oshdi. O'sha endoprotez qo'ygandan keyin jismoniy harakatlarda avaylovchi tartib amalga oshirish kerak. Albatta bularni jismoniy tarbiya bilan shug'ullanganda ham yengil mashg'ulotlar bajarish mumkin. Og'ir ko'tarish mumkin emas albatta. Mazkur o'suvchi endoprotezlarga va boshqa kasalliklarga davo izlab Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston davlatidan keluvchi bemorlar soni ham kundan kunga ko'paymoqda. Bu kun Go'zal Shodiyeva va Baxtiyor Jalilov, Toshkent.